Assalomu alaykum qadrli obunachilar hamda YouTube kuzatuvchilar. Akalar, xudo xolasa Qirg'izistondan yaxshi qo'chqorlar keldi, nasldor. Bo'ladigan shu yemga tayyor zo'rlardan keldi mana. Haqiqiy zo'rlardan. Qadrli obunachilar, yangi mehmonlar bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, obuna bo'lib, xudo xolasa zo'rlardan sizlarga so'mga qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Narxlarni ham tanishtirib o'taman. Keyin bunga qanaqa yem beradi, ularni ham mana haqiqiy zo'rlarida. Bu yerda soni ko'p. Endi har xil partiya qilib qo'yilgan. Narxlarni ham xudo xolasa hamma bo'lib chiroyli qilib beramiz. Kimda kim agar kelib ko'rib tanlab olaman desalaring ham nakasa tashlab berilaveradi. Manzilimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'ron qishlog'ida, o'zimiz xonadonda. Xudo xolasa narxlarni ham chiroyli narxda qilib berishga imkon qadar harakat qilamiz. Bozordan yengilroq qilib berishga harakat qilamiz. Mana bu qo'chqorlarni narxi kelgan bo'lsa 3.800 dan dastlabki qilib yetkazib beramiz. Bular o'z badani semiz, tayyorgina, haqiqiy zo'rlarida mana. Dumbalari ham yaxshi kelishgan. Dastlabki xizmatlari ichida bo'ladi. Bular hozir yem yeb turibdi. Yem o'sha makka kepagi yeyotgan bular. Makka kepaklari. Hop, bular narxi keladigan bo'lsa, akalar, bularni yunga olib tayyor bozorga bular mana. Nargilari altayamiz, ularni ko'rsatib o'taman. Hop, bular narxi keladigan bo'lsa, bularni 3 million so'mdan dastlabki qilib yetkazib beramiz. Mana. Kelib ko'rib tanlab olamiz desalaring bo'ladi. Bo'ylari shu 75 ga chiqadi bular. Bo'ylari katta mana. Suyagi zo'r qo'chqorlardi. Hamma yo'g'i yaxshi. Kichkina qo'ymas ama. Kelib ko'rsalar ham yaxshi bo'ladi. Asli kelib ko'rganga yetmaydi, to'g'risi. Mana bular hali yukga olinmagan. Bular ham shu 7-8 oylik qo'chqorlar. Bular ham shu 75. Bularni 3 million 100 dan qilib beraman. Demak, bular kattalarog'i. Xolasa hammasi yemga tayyor. Keyin hammasi qo'chqor, bularning ichida sog'lig'i yo'q. O'zi qo'chqorlar. Xolasa qurbonlikqa baqabilsalaring ham ko'pini quloq oshi butun mana. Qo'chqorlar. Xolasa bizni kuzatib turgan akalarga ham xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab tursalang, xudo xolasa uylaringda 100 ta 200 ta bo'lib ketsin bu qo'chqorlarda. Hammaning xonadonida baraka bersin mana. Xolasa keyingi videocha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etaverasizlar. Xolasa zo'rlardan olish keladi. O'sha bo'g'oz so'raganlar, bo'g'ozlar ham kelyapti. Narxlarni shu yengil narxda qilib beramiz. Shu sariq arashallardan kelyapti. O'sha asli bitta qo'y bizda emas, o'sha kesalaring xudo xolasa ishlaring imkon qadar bitadi. Bizda bo'lsa boshqasida qo'y, xudo xolasa Tepaqo'ronda sirop. Hamma yo'q qo'y bo'lyapti. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, o'ylamay bemalol kelib mahallalarga kirsalaring, hamma yo'q plakatlarga yopishtirib qo'ygan. Kelib ko'rib tanlab olsalaring ham bo'laveradi. Kimgadir endi qanaqadir katta qo'chqor kerak bo'lishi mumkin, kimgadir sog'lik kerak bo'lishi mumkin, bo'g'ozi, kimgadir kichikroq, puli yengilroq qo'chqor bo'lishi mumkin. Hammasidan chiqadi Tepaqo'ronda. Bemalol o'ylanmay kelaverasizlar. Xudo xolasa kelsalang ishlaring bitadi.